Hammaga assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? O'sha mashhur RoboClean pilisosimizda xavfsizligi mini obzor qilib, chestni qoldirmoqchiman. Juda ham ko'pchilik so'rayapti. Ishlatmasmi qanaqa bo'ldi deb. Biz 1 oydan beri ishlatyapmiz. Rezultati вообще zo'r qizlar. Oddiy pilisos, oddiy chang yutgichlar bilan buni farqi juda ham katta. Bu chang yutgich oldin ishlatgan pilisoslarimiz chang chiqargich ekan aslida. Bu gilamlarimizni tegi bilan qoqib, tegi changlar bilan olib polностью ham gilamlarimizni yuvib, ham qoqib, ham tozalab, changlarini ham olib, devorlarimizni ham yuvib berar ekan qizlar. 10 xildan oshiq nasatkalar, isoladigan, burchaklarni tozalaydigan, yuvadigan, shunaqangi ko'p nasatkalar va zapas, shunaqangi mo'yshu sredstvolari va mana shunaqa shlankalari ham bor. Yana zapaskasi qizlar juda ham zo'r, narxiga arzirgan, bemalol bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. Hech qanaqa foizlisiz, ishonchli va sizlarga qozon nabor ham sovg'a qilishar ekan olganinglardan keyin. Mo'shtuslari juda ham zo'r, oldingi eskilardan farqli ravishda sensorli variant ekan. Umuman og'ir emas, o'zi oldinga qarab yurib ketar ekan, juda ham zo'r tozalab berar ekan. Ozgina joyi pilisos qilganimiz o'zida xonamizdan shunaqangi ko'p chay, shunaqangi ko'p kir chiqdi qizlar. Bo'lmasa bizning gilamlarimiz juda ham kichkina va uyimizni har kuni tozalaymiz. 3 xil освежитель chiqargan, hidlari shunaqa zo'r. 2 dona kaplet solsanglar, uylar hidini gupillatib, svejiy qilib beradi. Me'daga ham tegmaydi. Juda ham zo'r ekan qizlar. Bemalol havoni tozalash uchun ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Hadi pilisos qilmasdan changlarni ham juda ham zo'r tortib, yuvib, xonani, vozdухini juda ham zo'r tozalab berar ekan.